Mana bizni hayotimizga ChatGPT kirib keldi. Xalqimiz bu terminni deyarli o'rganib bo'ldi. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida ko'p savollarga javob berish mumkin. So'nggi paytlarda shifokorga bormay, o'zim guvohi bo'ldim. ChatGPTga savol berib, ya'ni o'zining shikoyatlarini aytib, tashxis qo'ydirib, qanaqa davolanish mumkinligini ChatGPT, ya'ni sun'iy intellektdan so'rashlar paydo bo'lgan. Men aholini ogohlantirib qo'yar edim. Hozir ChatGPT 3 уровень, 3 darajada ketyapti. Ingliz tilida savol bersangiz, javoblar haqiqatga yaqinroq berilyapti, yaqinroq. Rus tilida savol bersangiz, o'rta miyona deylik. O'zbek tilida savol bersangiz, yetarli darajada undan javob olmaysiz. U o'zidagi kelima sun'iy intellektual qobiliyatdan kelib chiqib javob beradi. Hozir bu masala Yevropada ham katta qiziqish uyg'otyapti. Ular ham sun'iy intellekt yordamida, ChatGPT yordamida tibbiy tashxis qo'yishdan, kasalliklarni davolashdan va uni yordamida qanday dori ichishni so'rashdan ehtiyot bo'lishni aytishmoqda. Siz dori qabul qilasiz. Siz qaysi dorini sotib olasiz? Hozir mana reseptsiz dorilar ham bor. Aksariyat dorilarni resept bilan berish bizda o'sha yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun men aholini ogohlantirib qolaman. ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt yordamida o'zingizga tibbiy tashxis qo'ymang. Dori-darmonlarni olmang. Albatta malakali doktorga murojaat qilinglar.